Assalomu alaykum aziz va qadrli tomoshabchilar. Yuzma-yuz dasturimizga jonli bir shaklda xush kelibsizlar. Bugun yuzma-yuz dasturimiz Amerikadan sizlarga jonli bir shaklda Uzbekpedia TV orqali taqdim etiladi. Bugungi programmamiz sport programmamiz bo'ladi. Sportga bag'ishlangan maxsus dasturimiz bo'ladi. O'shandaki bilamiz 2026 Dunyo futbol qahramonlik ligi dunyo bo'ylab hozir juda ham qiziq bir shaklga davom etmoqda. O'shandaki bilamiz 2026 Dunyo futbol kupasi Amerika, Meksiko va Kanada mezbonligida hozir bo'lib o'tmoqda. Mana shu musobaqalarni bo'lib o'tishi va hozirgi mezbonlarni qanaqadir mezbonligi va bu tarixiy to'rlamentni o'shandaki timlar uchun, mamlakatlar uchun qanchalik muhim bo'lganligi haqida bahs qilamiz. O'shandaki hozir mehmonimiz ki madaniy faol va sport ishtirokchisi hurmatli Ustod Ahmad Parviz Ma'sumiy bilan bu suhbat olib o'tamiz. Hozir Amerikadan biz jonli shaklda bu programni sizlarga taqdim etamiz. Birinchidan janobi Ma'sumiy programga xush kelibsiz. Kattakon rahmat. O'shandaki aziz va qadrli tomoshabchilar, Uzbekpedia TV orqali dunyo kupasi futbol musobaqalarini biz ham Uzbekpedia orqali jonli shaklda ayricha reportajlar bilan farqli musobaqalardan guzarishlar sizlarga taqdim etdik va umid qilamizki kelasi musobaqalarni ham sizlarga yoritish uchun harakat qilsak va Uzbekpedia bilan qolsaklar va chunki bir tarixiy bir o'yin dunyo bo'ylab o'shandagi hamma qiziqishi bor futbolga ta'qib qilib turgandilar va biz xalq uchun ham muhim. Tabiiyki hozir huzurimiz bo'lmasa, kelajaklardagi bir umidlar bilan mana shu tajribalar bilan ilgari ketishimizga sabab bo'ladi degan umiddamiz. Janob Ma'sumiy, o'shandaki o'zizni futbolga shavqingiz ham juda ko'p ko'rinadi. Oldindan ham futbol qilgansizmi va hozirchalik dunyo futbol qahramonlik ligini ki hozir o'ziz o'sha bir mezbonlardan birisiz, siz haqiqatdan Amerikada yashab turgansiz. Qanaqa ko'ryapsiz? Nima shaklga bo'lib o'tyapti va qiziqishlar qanday? Biroz ma'lumot bera olasiz? Rahmat sizdan. Men o'zim 8 yo 9 yoshdan futbolga shavq aloqa qilib Maymana shahriga o'ynab kelganman. Bu maslakiy darajada timi Xuroson Foryob fe'li Zun Afg'oniston Zuniga o'ynaydi. O'rga u timga o'zim ham o'ynaganman. Buni juda meni futbolga aloqam ko'p. Yagona varzish men bu futbolga aloqam bor va xudim o'zim ham o'ynaman va girtay maslaki lihozdan Amerikaga kelgandan nari ham jarayon tahsilotga bu futbol bilan maslaki bundoq murabbiylik bu masoilga ham chun o'sha shavq aloqam bilan pesh eltdim va unga bor edim. Hozircha mutaasifona ishu faoliyatlar uchun orqaga qolganman, lekin futbollarni har zaman dunyoni klublarini, bu kishi o'lkalarni timlarini har zaman ta'qib qilaman va o'z nazarimdan ko'pincha bularni men boshqa zoviyalardan ham ko'raman futbollarni. Lekin men shoyad bir 4 yo 5 dunyo bo'yicha futbol o'lkalarni qaddiga bo'lgan musobaqalarga men shohid bo'lgan bo'lsam, bu ko'p farqli, ko'p musbat yo lihozdan ham tafovutlar kelgan bu yil dunyo bo'yicha o'lkalar futboliga va yoniga ba'zan manfiy mavoridlar ham bo'lgan.
balki noroziliklar ko'p ola o'sha mavoriddan, chunki mutafovit o'lkaga bo'ldi bu musobaqa. Kanada pazirishi ba'zi kunlar bilan nima raqam kirdor qilganlari farqli. Amerikaga aynan va Meksikaga shu raqam. Lokin ko'pi jihatdan bu jom-jahoniy bir futbol dunyosiga bir nuqtai atf qaror topgan va taban bizlar futbol o'sha varzishlardan biriki, yo bir yagona varzish desak bo'ladiki, buni har jihatdan ko'ra olamiz. Chiki bu o'yinchilar kasoki o'z o'lkalarida namoyandalik qiladilar. Bular tana o'lkani varzishidan yo futbolidan bo'lgan namoyandalik qilmaydilar. Bular farhangidan, bular o'sha o'lkalarni vaziyatidan va hamda bir o'lkani dunyo bo'yicha tanittirardan ko'p sahmi faoli bor. Bu jom-jahoniy deymiz yo dunyo bo'yicha o'lkalarni qaddiga o'yinlash va bu radaga kelmoq ham ko'p qiyinchilik bilan, ko'p mahoratli o'yinchilar, mahoratli timlar bilan bu radaga kelinadi. Meni nazarimcha varzishlarning ichigaki futbol yagona varzishki bundan ko'p madaniy, farhangiy, hatto siyosiy durumlar o'z o'lkalariga yashaydi, uni taballar beradi. Kattakon rahmat ma'lumotingiz uchun. Endi esa o'shandagi haqiqatan yaqindan futbollarni ta'qib qilganingizni ko'ramiz va qiziqish ham juda ham bor. O'zingiz bir sportchi bo'lgansiz, darhaqiqat o'shandagi aytib o'tdingiz. Endi esa aytsangizki, sizni qiziqtirgan va sizda o'sha siz uchun ko'p jalbi tavajjuh bo'lgan masala bu musobaqalarda nima edi sizni ko'rishingizcha, siz nazaringizdan? Nimani ko'rdi siz uchun juda ham qiziq bo'ldi, xotirali bo'ldi va xalq mana buni ishtirokka qo'yishga majbur bo'ldingiz? Men shurudan shu 48 timni ba'zilarini men shoyad hech bir timda ham o'yinlarini mis qilgan bo'lmasam, hammasini ko'raman. Lokin dunyo shu zamon men o'zim bir o'lim siyosiy shogirdi bo'lib, tahsilotim o'sha rishtaga bo'lgani uchun men muxtalif aynak bilan bu futbol, ba'zan sportlarni ta'qib qilaman. Dunyo shu zamon boshqa mavoridlarga ko'proq munoqishalar kishvarlarni o'lkalarni orasiga bor yoki siyosiy mavorid bilan ko'proq ilgilanadi va ayni holda ijtimoiy tarmoqlarga ham ta'qibchilar ham sirfan siyosiy mavorid bilan ko'p polo qiziqadilar. Lokin men zamonki bu jom-jahoni shuru bo'lgandan bularni birma-bir ko'zdan o'tkazdim. Menga ko'proq qiziqli bu bo'ldiki, ba'zi o'lkalarni qancha farhangi lihozdan dunyo bo'yicha peshrafт qilganini dark qildim va ba'zi o'lkalarni qancha farhangi yo odob va rusum ijtimoiy lihozdan orqaga qolgani menga ko'p qiziqarli edi. Buni orasiga men o'z sahifamga ham yozdim. Hamma o'lkalarni o'yinlari o'tgandan so'ngra men shu natijaga erishdimki, ikki o'lka az yoyi rusum ijtimoiy yoki farhanglarini dunyo bo'yicha tanittirar uchun ko'p bizlardan ko'p ilgari. Bizlardan deyman, ya'ni butun jom-joniga ishtirok qilib kelgan kishvarlardan ilgariroq va birisi Japon va Koreya Janubiy bo'lgan. Bularni men sirfan zamin boziga o'yinchilarni qandoq bo karakter o'sha qonun qavoidi FIFAga gardan qo'yganlari va hech navå o'zlariga bir hoshiya tutatma shaklda o'yinlarini o'tkazdilar va yoniga Japonniki hamma biz shohid edik. Bu tamom butun dunyoga bu xabar yayradiki, Japon xalqi farhanglari qancha peshrafga bir oliy darajaga va bular har stadionga bularni o'yini bo'lib o'tgan o'sha stadionda
pok qilayotgan, tamiz qilayotganlari hech nima bo'lmagan. Chunki zarurat bo'lmagan ular o'sha maintenance deydilar, o'shani yopsalar, shu xalq o'zlari stadionga kelib qandayki qo'llanibdilar, o'shanda o'sha stadionlarni poklab, tamizlab chiqqan va maydondan ham va dashka yaxshi ko'p bir musbat lozan o'zlarini timlariga va shu dunyo bo'yicha timlarga nazarlarini berib va tashqariga ham hech bir osha o'zlaridan tuzatmaganlari bu shu zamon dunyoga bularni farhanglarini oliy darajaligini bildirtirdi va hamda shohid bo'ldiki Japon oxirgi o'yiniga azb bo'ldi. Oxirgi o'yinga azb bo'ldi. Umuman sizlar timlarni ko'rasizlar, zamoniki hazbga mavoji bo'lsa bir navai e'tirozot g'ayri irfaviyni o'zlaridan ko'rsatadi. Umuman o'yinchilar yoki hamda o'sha murabbisi. Lokin Japonni ko'rdingizlar, o'sha zaiflarini o'zlari dark qilib, murabbiylari butun havo-holaridan ma'zrat tilagani va bozkunlari qanday bir oliy darajaviy farhangiga bular stadiumni tark qilganlari ko'p qiziqarli va az jumla nuqoti atfi shu jomijoni edi. Kattakon rahmat. O'shandayki hamma uchun juda ham qiziq bo'lgan sahnalar edi. Siz ishora qilib o'tdingiz. Endi aytsangiz, mana endi o'sha kultur farhangdan gaplashdik. Sport o'yin o'zi aytilishicha daraqat dunyoga bir sulh samboli deb aytiladi, ayniqsa sport, xususan futbol. Uning yoniga kultur farhanglarini o'shandayki misol berdi, Japon o'zi namoyishga qo'ydi. Endi boshqa xalqlar ham o'zini kulturini va kimligini namoyishga qo'yishga harakat qildilar. Masalan, kiyimlar bilan keldilar ajoyib, o'zlarini o'sha eski o'sha qahramonlarini, o'sha boyliklarini namoyishga qo'yishga harakat qildilar. Sizcha bular qanchalik ta'sirli deb tushunasiz? Masalan, misol bilan aytsakki, biz xalqdan ham o'sha O'zbekiston xalqi ham kelib ishtirok qildi, ham zavodlarimiz, tildoshlarimiz va Turkiya xalqi ham o'sha turk mamlakatlaridan ham birinchi bor uzun zamondan keyin bular ishtirok qildi. Endi bular qanchalik en azından muvaffaq bo'ldilarki, o'zlarini bir shaklga dunyoga tanishtirishga harakat qilsalar, faqat farhang bo'limidan qachar bo'lim. O'zbek o'g'li janoblari, bizlar umuman bir yomon sharoitga yashab o'tganimiz uchun har zamon bizlar dunyoga, xususan bizni xalq, Afg'oniston xalqi dunyoga jang qadimizdagi konfliktlar ila tanilganmiz. Lokin uni ham o'sha insonlarki siyosat bu mavoridga qiziqarlarga tanilganmiz. Lokin butun dunyoga tanilari uchun shu zamon futbol ko'p bir muhim rol o'ynagan. Az jumla bir yaxshi misoli Marokashil Mag'rib deymiz. Bizlar jo'rofiyalarga o'qib biz hali Moroko deydilar. Marokash jomijoni 20-22 dan ilgari men yashayotgan joylardan butun Amerikada hech kim uni o'z mardumidan boshqa bu Marokashni tanimaydilar. Siz shu zamon Marokashda mana bugun ham bir o'yini bor edi. Siz borsangiz o'sha Marokashda kelib stadionga tiketlar ko'p qimmat bu jomijoniga Marokashda havo-hollariga o'sha stadionga borsangiz bir 20% Marokashning o'zidan bo'lsa, undan ichiga bir 30-40% eng o'zi Amerikani tobiati bo'lgan Amerikoylar yoki Yevropadan bo'lganlar. Chunki Marokashda dunyoga tanittirgan futbol bo'ldi. Shu zamon Amerikaga har joyga borsangiz Marokoni taniydilar. Va bu Marokoni na siyosati muncha rol muhim o'ynadi yo na boshqa konfliktlari ki o'z aralariga bor edi. Bu futbol bilan dunyo bo'yicha tanittirdi. O'shaning uchun jom-joniga kelmoq ko'p zaman oladi. Timlar o'sha
tamom mahoratlarini qo'llanib zamon joniga keladi. Bu platform farhangi lihozdan, madaniy lihozdan, ijtimoiy odob va rusum kishvarlarni lihozidan ko'p yaxshi bir platform. Shu siz meni 10 yil bo'ldi Amerikada kelganim. Agar birontaga meni tilim qaysi o'lkalarga o'xshaydi deganga agar Turkiya desam, har kim taniydi, chunki taban Turkiya bir tanilgan bir o'lka. Vali zamonik siz O'zbekistondan ot tutsangiz edi, bu O'zbekiston qayer? O'zbekistonni ko'proq men Afg'oniston yuzidan tanitira oldim. Mardum Afg'onistonda biladi ekanam, uchun yomon durumlarga yashadi. O'shaning uchun O'zbekistonni bizlar u lihozdan tanitira oldik. Vali bu ki kelib bular bir o'zbek xalqi, o'zbek futbol timi bir shakor yaratdi. Bular jomi-joniga keldi. Faragʼ az bu natoij nima edi, nimadan chiqdilar bular. Lokin shu O'zbekistonni bayrog'i bu jahoniy safalardan yayraldi. Bu zamon O'zbekiston tanildi va har kimki futbolga aloqasi bor O'zbekistonni taniydi. Bu ko'p katta bir muvaffaqiyat o'sha o'lkalar uchun. Taban bizlar ko'raydik, safalardan yoki televizordan zamonki futbolni ko'rasiz. O'zbek xalqini kiyimlari, shu O'zbekistonga yashayotgan o'zbek xalqini kiyimlari, o'sha kulollari ota bobodan qolganlarni, bularni televizorga kameralar ko'p bir asos shaklga tavallur berdi. Ya'ni siz qilolmaysiz Atlantaga bir eyolat Amerikada Jorjiyaga, shahar Atlantaga borib bir sport do'konidanki sport lavozimini sotadi. O'rga O'zbekistonni bayrog'i, O'zbekistonni perani bor edi, borib ola olasiz. Ya'ni bu bir o'lka uchun, farhangi uchun, bir madaniyat va odob rusumi uchun katta bir mavzu. Bundan so'ngra siz agar o'sha platformni o'zbek xalqi, o'zbek davlati yaratsa, ko'rasizki bu g'arbdan, ya'ni biz bo'lgan o'lkadan, Yevropadan qancha sayyohlarni ta'dodi O'zbekistonga ortiladi, mardum keladi. Chunki ular faranglari bilan iqtisodiy jihatdan ham foydali. iqtisodiy jihatdan taban men o'shanchaki aytib o'tdim, bu sport ko'p bir muhim va umda roli bor u mavoridga. Ya'ni bu sayyohlar o'rga borsa, bu O'zbekistonni Qozog'istondan ham ko'ra, Qozog'iston tijorati lihozdan biroz Amerika bu taraflarga insonlar taniydi u kishvarni yoki otlarini qozoqlarni ko'p Amerikada keltiradilar. Men o'shalar bilan irtibotga boraman. Lokin O'zbekiston Amerikaga qasoyki futbol ko'radilar, ko'p tanildi, bayroqlarini tanidilar. Yana bir Amerikaga shu odat bor, zamoniki bular bir kishvarni yo bir o'lkani avvalbor bundoq qiziqli farhang, kiyimlari, yemaklarini ko'rsalar, undan bular arashtiradi. Va arashtirgandan sonra bular bu o'lkani muncha yaxshiligini bilib, degan xususan tarixiy yerlarini arashtirganlarga ko'p qiziqarli va bu iqtisodiy lihozdan ham O'zbekistonga ko'p yaxshi va farhangiy lihozdan ham ko'p yaxshi. O'zbekistonda hech kim Amerikada tanigan bir inson bilan men hech zamon duch kelgani yo'q edim, ro'bara bo'lgani yo'q edim. Lokin shu an men bugun o'z shahrimizga ham shu futbol do'konga lavozim sotayotganga bordim. O'zbekistonda bayrog'i u yerda sotiladi. O'zbekistonda kiyimi, futbol kiyimi o'rga sotiladi. Bu o'zi katta yutuq bir o'lka uchun. Kattakon rahmat Ma'suma janoblari. Juda ham qiziq mavzularga, faktorlarga ishora qildingiz. Futbol nafaqatgina futbol o'ynab sport qilish ekan, balki buni o'sha xalqlar o'z kulturlarini, o'z boyliklarini dunyo bo'yicha ko'rsatish va tanishtirish va ayniqsa mana shu mamlakatlarni balki ko'p insonlar tanimasa, mana shu daraqqat, mana shu platformga ishtirok etgandan keyin ko'p mamlakatlar, ko'p insonlar tanishi va kulturiga, kalchariga, kimligiga qiziqib, mumkin o'sha
mamlakatlarini ziyorat qilishga, yaqindan borib tomosha qilishga va kiyimlarini, yemeklarini, farhanglarini, kulturlarini yaqindan ko'rishga sabab bo'lsa, tabiiy bir mamlakat uchun juda ham qimmatli deb aytiladi. Kattakon rahmat, juda ham muhim bir masalaga ishora qildingiz. Haqiqatan programmamizni asosiy maqsadi shu ediki, mana dunyo kupasi bo'lib o'tyapti. Darhaqiqat hamma mana shuni bahs qiladi. Nega biz shu mavzularga bahs qilmasak, buni o'sha bo'tlari, faktorlarning ustiga to'xtalib o'tsak, xalqimizga umuman ma'lumot bersak, o'z tiliga yaxshi shaklga eshittirsak. Endi ustoz bir manfiy jihati deyilimi yoki shu ijob qilami hozirgi vaziyatga qaraganda, o'shandek o'zim ishora qilibsiz, tiketlar juda ham qimmat. Buni sababi nima bo'lgan sizcha? Umuman o'sha 3 mamlakatga hozir musobaqalar davom tortgan, 3 mamlakat ham qimmat deb aytiladi. Sizcha buni sabablari nimadir? Xo'p, buni sabablari farqli, lekin Kanadaga tiket arzonroq va Meksikaga undan ko'proq arzon. Chunki bu o'sha kishvarlarning saviy zindagisiga qarab, bu umuman joni bir o'yin yoniga tijorat desa ham bo'ladi, bundan ko'p oyliklar bo'ladi. O'shaning uchun bu tiketlar o'sha kishvarlarning iqtisodiga ko'ra qimmatguzarli bo'lgan aksaran. Masalan, siz Amerikada saviy zindagi shu mardumni qo'lga ketirayotgan daromadi biroz ko'proq, yaxshiroq. Umuman bu ba'zi janglar sabab Yevropani ham durumi ko'p pala yaxshi emas. O'shaning uchun Amerika bu zotlardan biroz uzoqroq qolgan shaklga o'sha iqtisodiy mardumni durumi, daromadiga unday bir farq kelgani yo'q uchun bu o'lkaga biroz tiketlar biroz emas, bir 50% yo 80% baland ketgan. Siz agar xohlasangiz shu muhim timlardan birini borib o'yinni ko'rsangiz, sizni masalan muhim timlar desam Fransiya, Portugal yo Argentina, bularning timlarini agar Amerikaning ichidagi stadionlarga borib ko'raman desangiz, en ozi $4000. Ya'ni farqliki bu Portugal kim bilan masalan Portugal Kroatiya bilan o'ynaganda siz en arzon tiket $4000 edi. Siz uni ham bir qismat stadionga o'tirasizki, televizordan yaxshiroq uni ko'ra olasiz. Bu mavorid FIFAni o'sha narx navoga kontroli bo'lmasi uchun shunday bir mavoridga shohid bo'lgan. Siz umuman men Yevropadan kelgan futbol uchun turistlar bor edi. Men ular bilan bittasi bilan ro'baro bo'ldim shu ishga kelganiga. Undan so'radimki, sizlar nima vaziyatga bu? Qancha rozisizlar bu narx-navodan? Uni shikoyati ko'p edi. Aytdiki, chun Amerika o'zi qimmat bo'lgani uchun mavoridi uyni yoniga bizlar Amerikaga borib bir o'yinni masalan Fransiya bilan bugungi o'ynaydi Paragvayda aytib, bir shuni tiketiga bizlar qila olamiz. Yevropaga ham bir yaxshi bir ruxsatiy o'yin ro'zani ta'min qilsak, jami shu futbolni borib stadionga ko'ra olamiz. Bizlar o'sha shu narx-navoga bir dona tiket xaridorlik qildik. Bu manfiy vajlaridan edi bu jomi-jonini va do'm masalani ko'proq shu o'yinchilar yo boshqa xalqlar, tomoshabinlar osonlikka viza topmaslari bu kishvarlarning har qaysini biroz o'sha muhojirati lihozdan problemlari bo'lgani uchun bu jihati manfisi ediki, FIFA bu mavoridga ko'p palom hokim bo'la olmadi, kontrol qo'lidan ketgan bo'ldi. Bu vali yoniga bir manfiy yo'li shu ediki, meni nazarimcha ba'zan FIFA ko'p mavoridga sansur qilib ilgari ketadi. Hatto durust bu bir futbol mavoridi siyosiy bunga qo'shilmasa, lekin FIFAning o'zini ham alayhiga e'tirozotlar bo'lgan shaklga ularni ham kameralardan yopib va siz hech ko'rmaysiz tobolgacha bir stadionning ichidan bir yo stadionning dashidan bir hoshiya ki FIFAning alayhiga bir
e'tirozotlar bo'lgan, lekin ular kameralardan yopilgan o'tdi degan bo'ldi. Ko'proq mavorida narx-navo lihozidan edi, yo ba'zan kishilarni viza olmasi degan mavoridi. Bu mavorid ediki manfiy shaklga, lekin hamma holga bu jomi jonini bir nuqtai musbatini men sizga yodg'or bo'lmoqchiman. Muhojirat lozidan har o'yinchini qancha ta'siri borligi ko'p muhim va deyarlidir. U biri shuki, bizlar shohid edikki Jarman yo Olmoniya deysizlar, uni timiga bir afg'on be nom Nadim Amiri o'yinchi bor edi. Nadim Amirimiz Jarmanini timiga bo'lishi va uni bir o'yinchi ta'siri juda ko'p. Bunga bizlarga faxrlansak, Afg'onistondan bir o'yinchi o'rgabo, u Afg'oniston muhojirlariga ham ta'siri ko'proq edi. U agar Jarmanning timi girtay ilgariroq borsa, bu ko'p bir mahoratli o'yinchi Nadim Amiri. Agar chunki u 18 yoshda, 17 yosh Olmoniyani ham national timiga o'ynab kelgan, u yerga qahramonlik olgan, u tarixdan finalga gol urgan 17 yoshlarini qaddiga, u tarixdan keldi bu. Olmoniya timiga joy oldi. U agar girta ilgariroq kelgan suratga bunday bir yaxshi naqsh ko'rsatganga, erta kuni ba'zan muhojirlarni durumi ko'p yomon shaklga bo'lganga ham Olmoniyaga, afg'onlarga ko'p ta'sirli bo'ladi. Mardum bu boziklarning ta'siri ko'p, juda ko'p. Mardum muhojirlik Afg'onistondan Olmoniyaga bu shuni lihozidan durumlari yaxshiroq bo'lar nimasi ham ko'p edi ki oyndalarga bir futbollar bois bo'la oladiki, afg'on muhojirlarni o'sha sarnavishini o'rga tag'ir bersa. Ayni masala, chunki futbolda bir misol beraman sizlarga. Zamonki Donald Trump Ronaldo Portugalda storasini da'vat qilmasdan ilgari Portugalda rais jamhuri bilan qasr Safitga bilan bir muloqoti bor edi. Unga shundoq bir kulgi yuzidan aytdiki, mana meni digar kelajak haftaga meni mehmonim Cristiano Ronaldo. Unga bir kinoya lozim aytdiki, bilasan, agar seni muqobilingga Portugalga riyosat jamhuriga kandidat qilgan suratga u seni yeltadi. O rais jamhur uni ham ta'yid qildiki, taban yeltadi, ya'ni uni mag'lubiyati ko'proq. Uning uchun bu muhojirat shakliga ham ko'p yaxshi. Masalan, Fransiyaga Afrikoy o'lkalarni mardumini, xalqini muhojirat durumi ko'p yaxshi. U ko'proq futbol Fransiya bois bo'lganki, ular ko'p osoyishga, oromishga va bir nava ehtirom shaklga ular nima bo'ladi va o'sha fursatlardan yaxshi istifoda ham qilgan muhojirlar bugun ko'rasizki, Fransiyadan agar 11 o'yinchi maydonga borsa, 9i yovini kishvaroy Afrikoydan. Valla juda ham yaxshi bir masalaga ishora qildi ustod. Haqiqatan bu bahsimiz juda ham nafaqat sport edi, balki ko'p o'sha hammajonova mavzular edi. Insonlarning ham farhangi, ham kulturi, madaniyati va kimligi va hamma narsasini o'sha o'ziga olgan bir program bo'ldi. Haqiqatan men ham qiziqdim bu suhbat. Oxirgi juda ham jonli bir suhbat edi. Aynan biz sizlar ham shu muhojirat mamlakatlarga yashaymiz. Bizlar uchun ham bir yaxshi payog'i bor va umuman xalqlarimizki dunyoni har yeriga yashaydilar. Ular uchun ham go'zal bir payom bo'la oladiki, darhaqiqat mana shu sport, varzish sohasida qila ekanmizki, o'zimizni zarifiyatimizni ko'rsatib va o'sha mamlakatni, o'sha adaqal o'sha mamlakatni timlardan biriga ishtirok qilib, dunyo bo'yicha o'zimizni o'sha kimligimizni ko'rsatib va o'zimiz sabab bo'lsak, bir kishi sabab bo'lsa, o'sha zarifiyati va qahramonligi va zahmatlari va 4ta 5ta o'nlarcha kishiki mushkulotlari bor, qancha qiyinchiliklarga yashaydilar, ulardan fazosi, zaminasi ochilsa va boshqa xalqlar hurmat qoyil bo'lsa, yoki bir ulgu bo'la olsa, bir xalqqa bir ulgu bo'la olsa degan bir masalaga ishora qildi. Bu juda muhim bir masala. Umid qilamizki, kelajaklarda bu programni ko'rayotgan vatandoshlarimiz hozir Amerikada yashaydilar, xususan bolalarini mana shu sport sohasiga tashviq targ'ib qilib va kelajaklarda mana shunday yaxshi bir nom-niyat bilan va yaxshi bir ulgu bo'lib va xalqiga
o'sha hurmat bilan qaralishiga sabab bo'lishsa degan umiddamiz. Kattakon rahmat Ustod, juda ham muhim bir mavzuga ishora qildingiz. Endi esa kelamiz asli mavzuga. Mana timlar hozir 16 tim tashkil bo'ldi, mushaxas bo'ldi. Endi siz uchunki juda ham muhim bo'lgan masala va o'ziz ham tasavvur qilmagan narsangiz bu timlar orasiga, mamlakatlar orasiga qaysi mamlakat bo'ldiki mana bu saviyaga qadar keldi dedingiz, men hech tavaqqu qilmaydim degan zehningiz bo'lsa, fikringiz bo'lsa, yaqindan musobaqalarni ta'qib qilgansiz. Siz uchun bu yilgi musobaqalar, bu davra musobaqalariga hozir o'sha shohkorlik qilgan timlar qaysi bo'lgan? Bu davraga ko'p timlar shakorlik qilgan, shigifti bergan joni-joniga va jumla Korobiyan Jazoirdan necha kishvar ba'zan nufuslari yarim million ham bo'lmagan. Mana tuning kecha shohidingizki Argentin bilan Cape Verde musobaqasi bo'lib o'tdi. Bularni nufusi shu 20-26 ga yarim million nufuslari bor. Lokin Cape Verdeni g'ayr az Karabiyan bir qismati Amerika Latin xalqi hech kim buni ismini ham bilmaydi. Men shoyad ba'zan jo'g'rofiya shu mavoridga shu Karabiyan a'zolariga men bir taqiqim bo'lib o'tgan edi, mosali nimaga. Bu kishilardan biroz ma'lumotlarim bor edi. Ba'zi hanuz ham Karasau ko'p shigifti yaratdi. Bu kishilar shu zamon Amerikada ko'p tanildilar. Ko'p mardum bularga ehtirom va izzat beradi. Va umuman buni shu hozirdan mardum Karasau va Cape Verdega ketar uchun taslimlab olgan mardum Amerika. Chunki bular toboligacha shu Karabiyan biz yashayotgan o'lkaga ko'p yo'q. Boshqa o'lkalardan ko'ra, lokin shu Jazoirlar shundoq o'sha ochilmagan ma'danday bo'lib qolgan Jazoirlar edi. Mardum o'shani ichida yashaydi, ko'proq buni javonlar ham agar xohlasalar ko'p yaxshi fursat. Agar javonlar xohlaydilar-ki fursat ketsa, umuman qochqin bo'laydilar, muhojirat qilaydilar bu mavorid. Yeni men nazarimga agar bular bu hadgacha shigifti yaratdilar, yarim million nafarga agar sayyolarni ta'dodi bularning nufusidan ortiladi. Bu aloqaiki mardumga ko'raman bu ikkala kishvarga. Bu ikkovi ko'p bola muhim edi. Taban bizni o'z ham tilimiz bular kelganlari katta shigifti edi o'zi O'zbekistonda, lokin umid qilaman oyindalarga yaxshiroq hozirlik bilan kelsalar, chunki biz sirfan joni-joniga kelganlari bas emas. Mana bu o'lkalarda bir yarim million nufus yoki birisini bilak 60,000 nufusi bor. Bular o'sha bilan kelib voqeat joni-joniga bir o'yin lihozdan bular shundoq bir shigifti yaratdilar. Ikkinchiga shu o'yinchilar o'zlarini irtibotini dunyo bilan qurdilar. Shu zamon sizga dunyo bilan irtibot qurar uchun bir televizion lozim emas-ki sizni o'lkangizdan bo'ri kelsa namoyandalik qilsa, har kimning qo'liga bir televizion bor, Facebookda, Instagramda. Bu kishilarni har bozdi kuni mardum bilan irtibot yaratdilar. Mana Cape Verdeni go'lvonini ko'rdingiz. Qancha o'z o'lkasini tanitirar uchun dunyo bo'yicha yaxshi naqsh o'ynadi. Va shunga o'xshagan yarim million nufusi bor, ammo millionlarcha folio topdi. Yarim million nufusi bor, uni bir ta'qibchisi 15 million 16 millionga yetdi. O'zlari nufusi yarim million. Men bilaman o'z xalqi ko'pisi iqtisodiy lihozdan biroz zaifdilar, o'zlar ko'pinchasi internetga yo'l topgan bo'lmasa, distrasiyalari bo'lmasa, lokin hikoyasi juda qiziq. Juda qiziq. 16 million ta'qibchisi mukammal boshqa o'lkalardan ta'qibchi bo'ldi. O'shaning uchun bu ikkala tim ko'p shigifti yaratdi. Men nazarimga bu qolgan 16 tim ham ko'p qiziq bo'ladi. Umuman ikki mavozini shu timlar ko'p, bir yoq ko'p yengil bo'lgan, bir yoq ko'p og'ir bo'lgan. Bizlar
16 teamga finalda o'yinlariga nima bo'lamiz, shohid bo'lamiz. Masalan, Portugal bilan Kroatiyani o'yini bir final o'yini edi. Yo Portugal bilan Ispaniya bir final o'yin bo'ladi. Men nazarimcha shu jom jonni finalidan ko'ra 8 team 16 teamni o'yinlar ko'proq qiziqarli. Bu juda ham qiziq edi. Ayni akhir daqiqalarga qadar ham bilmaydizki qaysi tim muvaffaq bo'ladi. Hech bir soniyasiga e'tibor yo'q edi. Yana agar shohid bo'lgan bo'lsak, o'sha izofa vaqtlarga shu 20 soniya yo 1 daqiqa qolgan vaqtlarga ham ko'rdikki, yoki masofa bo'ldilar yoki natija tag'ir etib ketdi. Hech tasavvur bo'lmagan Bilan vaziyatlar bo'ldi. peshbinlik qilmoq, peshbinlik bu o'yinlardan hech kimni peshbinligi hatto 50 daraja ham daqiq sobit bo'lgani yo'q. Timlar 50 soniyani ichiga ham o'zlarini dubora sobit qilib o'sha game boziga idoma beradilar. Endi Osiyoviy timlarni qanday ko'rdingiz siz nazarcha bu davraga? Osiyoviy timlar ko'p ma'yusgina bo'ldim Osiyoviy timlardan. Japon har zamon yaxshi tim bo'lib o'tgan. Har zamon yaxshi tim kelgan. Japon qirtay baxti yon bermadi. Brazil bilan tushdi. Umuman Brazilda bu yil aytarga ko'p gapi bor. Lekin bu Janubiy Koreya ko'p zaif shaklda jom joniga qadam qo'ydi. Umuman Janubiy Koreyani yaxshi timi bo'ladi. Osiyoviy timlardan umuman ko'p zaif bu jom joniga keldilar. Bavujudki masorifiki ba'zan Osiyoviy timlarga bo'lgan 5-10 tim mukammal olsangiz ularga bo'lgan yo'q edi. Mana bizlar Sharqiy Miyonani timlari ko'p zaif shaklga. Bular bo'lmasa 22 yilga ko'p yaxshi yulduzlari bor edi, yaxshi o'yinlarga shohid edik. Lekin Osiyo timlari agar o'yinlari shu bo'lsa, digar jom joniga bularni qualify bo'lishi 5 tim ham ko'p mushkul. Aynan. Endi imkoni bo'lsa bir savolimiz bo'ladi oxiriga. O'shandek aytasiz, buni taxmin qilish ko'p qiyin masala. Haqiqatan bu o'yinlar ajoyib bo'lib o'tdi. Hatto biz nechta final bo'lmasi, finalga shohid bo'ldik haqiqatan. Final o'yinlar edi haqiqatan. Endi sizcha endi Osiyo hozir yo'q bu guruhlarning ichiga. Hozircha Afrika qit'asidan bor, Latin Amerika qit'asi bor, tabiiyki Amerikani o'zi shomil, hatto va Yevropa qit'asidan. Sizcha bu uch qit'adan qaysi qit'a bo'lishi mumkin bu jom joniga qahramon bo'lishi mumkin? Ya'ni timdodini tutmaymiz, qit'alardan qaysi bo'lishi? Futbol har zamon bir mo'jizaviy bir o'yin bo'lgan, bir mo'jiza bo'ladi, qoladi. Mana tunin kechagi o'yinga Argentin ko'p bir e'timod va nafsi bilan bola bilan kelgan edi. 5-0 yeltari bilan kelgan edi. Ko'rdik qarib o'sha hazbga moji bo'lib qutuldi. O'shaning uchun, lekin meni nazarimga men o'zim ochiq shaklga ko'p kichiklikdan Portugalda nima bo'lib kelganim, lekin meni nazarimga yana ham bu yilga shu nihoyiy final nimaga o'sha ochiq shaklga timni ham otsak, meni nazarimga, men tarafdori bo'lmasam ham birisi belli yo'q kim bo'ladi, lekin birisi Fransiya bo'lishiga men mutmain. Fransiya. Uchun bular sobit qildi azal lozim Fransiyani. Shuni ko'rsatadi ko'proq aynan. Nazarcha Fransiya qanday bir Maroko bo'lsa, ikkisini final bo'lsa. U ko'p qiziq final bo'ladi, chunki Fransiya va Maroko taqriban har lihozdan o'z o'lkalaridan tashqa bo'lsa, o'z o'lkalaridan tashqa tarafdorlari mushobi insonlar. Kasoyki ko'p Fransiyadan tarafdorlik qiladilar, Marokoni ham ko'p support himoya qiladilar. Bu ko'p bir qiziq bozdi bo'ladi. Maroko o'zini sobit qilgan. Maroko ya'ni 2022 ga aytdilar-ki, Maroko bir mo'jiza qildi, yo shigifti qildi, lekin Maroko yana o'zini sobit qilgan, sobit qadam timlardan
u degar mo'jiza yaratmaydi, o'ynaydi, o'yinchilari ko'p yaxshi. Morokoni sathi saviya futbolisi ham baland ketgan. Moral ham ko'p olgan. Morokon tarafdori o'z Marokashdan tashqari Yevropaliklar ko'p tarafdori bor. Amerikani o'ziga ko'p tarafdori Morokoni bor. Umuman Morokoni bir xosiyati yaxshisi shuki, meni nazarimga bu bizlarni durumimiz qandoq o'lkamizga Morokoni tarafdorlari aksariyati xotin-qizlar. Bular o'sha 22dan bir nava asosiy irtibot bular bilan qurgan edi. Bular ko'p bir qurbonliklar berib bu timni bu holatga keltirdilar. O'shandan bu otifi lozim ko'proq xotin-qizlar o'zlarini unga irtibot beradilar. Morokoni tarafdori xotin-qizlarning ichiga soni ko'p. Ha, O'sha Xo'p, aziz va qadrli tomoshabchilar, bugungi programmamiz hozir davom etgan dunyo futbol musobaqalari ila marbutli tegishli edi va mehmonimiz madaniy faol ustodimiz Ahmad Parviz Ma'sumiy edilar ki barnomaga ko'pdan ko'p xush kelibdilar va ko'p tashakkurlar ki biz bilan mana qarib 1 soatga yaqin qiziq bir suhbat qildilar va o'shandayki futbol qahramonlik ligi dunyo bo'ylab hozir davom etib turgan va bizlar ham xohladikki mana shu tribundan, mana shu safadan o'zbekchaga, o'z ona tilimizga, xalqimizga o'sha qiziqarli ma'lumotlarga hozir musobaqalar jarayoniga bo'lib o'tdi. Bularni sizlar bilan sharik qilsak va nafaqat futbol, sport, balki buni o'sha boshqa budlarini ustiga ham bahs qilib o'tdik. Iqtisodiy masoillar, o'sha ijtimoiy, farhangiy va hatto siyosiy masalalarga qanchalik ta'siroti bo'lganligi ustiga ko'proq bahs qildik. Juda ham qiziq bir bahs edi. Kattakon rahmat Ma'sumiy janoblari, haqiqatan suhbatlari juda ham qiziq edi va ko'p bir ma'lumotlarga ega bo'ldik va juda ham yaxshi bir bahs bo'ldi. Sizdan bir dunyo minnatdorchilik bildiramiz va qadrli tomoshabchilarimizdan ham bir dunyo minnatdorchilik bildiramizki, bizni hozirgacha tomosha qilib turib programmamizni jonli ravishda va axirga sizni o'sha suhbatlaringizni nihoyiy shaklga olamiz. rahmat sizlardan. Sizga bo'lgan hamkor O'zbekpedioni ilgari olib borayotgandan men har zamon O'zbekpedioni bir yaxshi sahifa ko'rib turganman. Inshaalloh shu raqam faoliyatlaringizni idoma beringlar. Agar bizlardan har shaklga, moddiy bo'ladi, ma'naviy shaklga shu sahifani ilgari olib borishga va o'z xalqimizni, o'z tiliga shundoq bir sahifa bo'lishini azalliga bir himoya, bir qo'llanish bo'lsa, bizlar xizmatga. Ko'p rahmat sizdan O'zbek o'g'li janoblari. Men bilaman bu ish, shu mas'uliyatlarni vaqt chiqarasiz, faoliyat qilasiz. Hammalaringizga minnatdor, yurtdosh janoblardan ham minnatdorchilik bildiraman. Sog' salomat bo'linglar. Kattakon rahmat, sog' salomat bo'linglar aziz va qadrli tomoshabchilar. Programmamiz mana shu yerga o'z adog'iga erishadi. To kelgusi 100ma 100 dasturlargacha Amerikadan sizlarga xudofizlik qilamiz. Sog' va omon bo'ling.